Yo'q, hammaga salom. Sizlar bilan men Li Minho. Xo'p, bugun biz o'sha dolzarb bo'lib turgan, ya'ni tuhmat, ya'ni nima deyiladi? Umuman meni otimni qoralash haqidagi mavzu haqida qisqacha video qilamiz. Qisqacha emas, uzun video qilamiz. Mavzuni meni hayotda ham daji ko'rmagan, umuman tanimaydigan, daji isbotlab ham bera olmaydigan odam qilgan. Ya'ni shunaqa gapni shunaqa qilgan, kichkina yoshlar qizlarni kiritgan, balobatlar shunaqa gaplarni tarqatgan qisqasi. Qarang, qanaqa qizlarni ochiq kiyinishga majbur qilishi mumkin. Endi tazawwurga ozroq xohlab qo'shilganman. Bo'ldi, boshqa narsa emas. Men qo'yayotgan. Bo'ldi, kiymayman, orim bor, namusim bor, qiz bolam mendan chiqib ketsa bo'lardi endi. Bu majburlashga qilmaydi, men xona yomon otliq qilishga ham arzirli sabab emas bo'lyapman-da. Ochiq kiyim kiyishga majbur qildi. Nima degani bu? Men o'zim videolarda YouTube'da ko'rgan bo'lsangiz kerak, bunaqa screenshotlar qilib, siz shunaqa stilda chiqing, ochiqroq kiyining degandan keyin o'sha qizlar ham xo'p deb aytganini qilganda, u men o'sha qizlarni oldiga borib shunaqa kiyasan, o'sha meni chiqaraman degandek tahdidlar qilmaganman. Qanaqa qilib, qaysi ongi past inson mana shu skrinlarni qo'yadida, nima deydi, majburlagan shunaqa qilishga deydi. Bu ulug' odamni ham xayoliga kelmaydigan narsa-da. Mani umuman tanimaydigan odamlar shu gapni tarqatgani umuman nima deyiladi? Alam qilib ketdi. O'zi bu temada gap boshmoqchi emas edim, lekin вообще ko'p nima deyiladi, hate bo'lib ketdi, вообще negativ bo'lib ketdi. Men shularning hammasini og'zini yopish maqsadida bu videoni olyapman va men bu videoda o'zimni oqlamayman. Shunchaki menga qilayotgan tuhmatlarni prosta ochiqchasiga yolg'on bu deb isbotlab beraman. Xo'p, birinchi gapga to'xtaladigan bo'lsak, bu gap prosta hazil ichida aytilgan, bolalar. Qaranglar, hamma kulgu orasida bu gap aytilgan. O'zi, masalan, do'stlaringiz orasida ham, boshqa davralar orasida ham bunaqa gaplarni aytish o'zi bolalar, qizlarga ham o'zi tabiiy bu hol. Shunaqa narsaga ma'nosida aytilgan gap prosta u narsani seriozdan olib, qaysi ong bilan bu narsani seriozdan olib bu narsaga isbot, ya'ni geylik isbot bo'lishi mumkin bolalar. Prosta isbotsiz, yolg'iz rasmlarni qaysidir qiz tashlab turib, qora effektlar qo'shib, men gey, men shunaqa qilishni majburlayapti, bu odam ayta oladi. Prosta nariga tuhmat qilishlar bu. Xo'p, ikkinchi narsaga keladigan bo'lsak, bu narsa Minho gey, prosta qizlarni zo'rlaydi, shunaqa gaplar. Keyin mana bu tepadagi komment, shunaqa gap o'zim izoh berib ketaman. Qisqasi birinchi rasmlarga to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni boshidagi 3 ta rasmga to'xtaladigan bo'lsak, bu uchalasini na isboti, na dalili, na boshqa narsasi bor. Prosta odamga shunchaki tuhmat ilib gal. Xudodan qo'rqmaydi bular. Men ishoninglar, bular umuman Xudodan qo'rqmaydi. Bu narsa endi menga spetsial aytilgan edi, ya'ni mana shu narsani yozing, men mana shunaqa edit qilaman, ya'ni qattiq qo'l, Minho shunaqa, o'zinglar ham kommentlarda shunaqa ochiq bo'roq, sal bunaqaroq degan gaplarni yozgandinglar, va bu o'sha memberlar, o'zimizni memberlar tomonidan so'ralgani uchun men o'zim shu narsani gapirgan edim. Xo'p, bu muammoga to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni Minho juda ham qattiq qo'llik bilan memberlarni o'zini a'zolarini shunaqa qilib gapiryapti degan gaplarga atvet sifatida ayta olamanki, men barcha memberlar bilan normal muomala qilganman va bu narsa boshida normal edi, ya'ni nima deyiladi, bu hech qanaqangi qo'pollik va nima deyiladi, zo'rlik bilan gapirilgan gap emas bu narsani. Masalan, men audio xabar tashab shu gapni aytgan bo'lsam, ya'ni tezroq tasha, bir nima deb gapirgan bo'lsam, mayli, mendan o'tdi deyman. Lekin yo'q gapni bor degan odam prosta qanaqa tupoy bo'lish kerak bunaqa gap tarqat. Minho audiodan foydalandi deyishdi, lekin bunga bitta gap aytib o'taman, eshitasizlar. Minho hamma memberlarga bir xil muomala qilgan, odam ajratmagan, любой memberdan so'rasanglar bemalol aytib beradi. Keyin Yunajon endan chiqishga umuman boshqa sabab bor bo'lgan. O'sha yerda taxminan 14 tacha member bo'lib bilardi va arabik raqqosiga kelsak, undan chiqayotgan ko'p gaplarni eshitamiz. Hozir gapirsak gap ko'p, lekin biror gapida rost so'z yo'q. Qizlarni ochiq kiyintirish, memberlarga qattiq qo'llik, hammasida hech qanaqa rost gap yo'q. Hammasi tuhmatga qarayapti. Ya'ni bu narsani yolg'onligiga bitta sabab. Bitta narsada, mayli shunaqa ishlar bilan shug'ullanayotgan qizlarni olib berib, o'qib yurarkan, rasmlarni tarqatib sotarkan, pullarkan, qaysi ulug' odam, qaysi miyasi yo'q odam mana shu ishlar bilan shug'ullanib turgan YouTube'ga kelib turib videosida qanaqadir internetga liderlik qilishi mumkin. Prosta gap yo'qda. Xullas, men bir ikki haqiqatni aytadigan bo'lsam, ko'pchilikning fikrini zaharlab kelayotgan odam bu Siana, ya'ni Isabella. Hozir ko'rib keldim nimalar bo'lib ketayotganini, lekin o'sha o'tmishdagi ishlar aynan aytganda emas va ko'plab tuhmatlarni sanab bera olaman. Qancha kishini og'zini g'amlayotganlarini. Mana men hamma efirlarda bo'lganman, video va postlarni kuzatganman. Даже o'sha Siananing kanalida ham anchagina kuzatganman. Lekin aytgandek ish umuman bo'lmagan. Bu prosta vijdonsiz tuhmat. Shunchaki o'tmishdagi alamni olish uchun ko'pchilikka yomon ko'rsatish. Siana va men munosabatlaridan ham anchagina xabarim bo'lgan va bu qanaqadir to'qilgan xiyonatlar tufayli emas, boshqa narsa sababli ajralishgan. Ko'pchilik biladi aslida bu haqida, ya'ni old fandoms Minhoni bilib kuzatganlar bor. Ular hammasidan xabardor. Xudo, короче, реально Minho gey. Bu narsani o'zi isbotlagan. Googledan poza qidirib, men turibman efirda, men uni yaxshi ko'rgan qiz obrazida turibman. Lekin Minho erkak kishi bilan Googledan poza qidirgan holatda geyligini isbotlab bergan inson. Men Minhoni hamma efirlarda bo'lganman, lekin ular aytayotgan gapda haqiqat yo'q. Ko'p bor tuhmatga taqalib, ana Jonsu bilan qilingan ishni eshitdi. Har xil ko'lablar o'zim kuzatganman hammasini. Har bir videolarini, efirlarini unaqa ish bo'lmagan, bilan bo'lganga ular hech qanaqa isbot ham yo'q-da. Mavjud ham emas bunaqa narsalar umuman. Agar bironta old fandom, miyasi bor fandom bo'lsa, hech kimdan qo'rqib o'tirmasdan haqiqatni olib chiqadi. Bu nima deyiladi? Men o'zimni oqlash uchun gapirayotganim yo'q. Men prosta haqiqatni ommaga aytib, anaqa qilish uchun gapiryapman. Nima deyiladi? Ommaga aytib chiqarish uchun gapiryapman.
Minxonni bitta gapiga yopisha olishganini ko'rdim. Qizlarga qiziqmayman deb o'zi ko'p joylar aytgan. Qaysi ma'noda aytganiga ham sal e'tibor qaratish kerak menimcha fikr ishlatib. Xarakteri og'irroq bo'lgan qizlarga, fanlariga ham chegaradan chiqmay, даже haterlarning ham hurmatini joyiga qo'yib gapirgan. U qandaydir ko'cha odamini yoqib olib, qizlar bilan muloqotda unaqa ish qilmagan. Unga qo'yilgan xiyonat gaplariga birorta asosiy isbot keltirib bermagan. Hatto o't fandomda ham biladi. Minxo Lipo yo'ldan chiqqan qizga oqib keturmasligini. Ular aytayotgan xiyonat prosta yolg'on tuhmat. Xo'p, mana haqimda har xil gaplarga taqalib ketgan 2010-yil yoki kichkina вообще даже rasmlarimni ham soxta chiqarib tashlashgan bor-ku. Meni ismim Timur, 2006-yilman, Buxorolikman, ID kartamni ham ko'rsatib bergandim. Ko'pchilik ishonmagandi, postdan joylagandim. Va oxiri mana shu haqida ham videomda qo'shib ketishga qaror qildim. Keyin Snapchat haqidagi muhassisman tashlagan videolarda Minxo Snapchatda o'sha 18+ narsalarni qizlardan so'ragani, web kanalida shunaqa rasmlarni olib sotgani, boshqa qizlarga, bolalarga sotgani haqida aytilgan. Minxoni Snapchatda bo'lmagan, yo'q hech qanaqa 18+ narsalar chiqarmagan. Lekin rostdan ham hech qayerda isbotlanmagan Minxoni Snapchatda akkaunti borligi. O'sha Snapchatda 18+ narsalarni qilgani, uyiga qizlarni olib kelgani, 5-6 ta qizlarga qilib qo'ygani haqida so'raganimda, bu haqidagi biladigan odamlar lichkasi bor dedi, lekin lichkasini so'raganda u menga tashlab bermagan o'sha odam lichkasini. O'zi komanda ham men ham jim kuzatib turgan edik, xo'p deb. Lekin sanaqa keldi-da, shunaqa gaplar bo'lyapti, shunaqa ishlar bo'lyapti, rostmi deb keldi. Keyin biz jamoa bilan birlashib haqiqatni hammaga olib chiqishga qaror qildik. Tak, biz bitta intda ishlaganmiz, unaqa dubda, unaqa o'zidan o'zi olmagan. O'zidan o'zi olgan birinchilardan bu besababmish. Dubda ishlaganmiz, dubda. Ili maslahat berardim, mana bunaqa ideya. Chalab. Intda shunaqa hazil qilardik. Ellik bin mulkni o'shalar bilan men qo'nomigasi unaqa dedim, men ham qo'shilib hazil qilardim. Ko'tlar. Отношения qilgan deyishdi. Ko't. Suka hazilni ham bilmaydi ko'tlar. Bizda 0.12 so'zgacha tuhmat qilishni qaranglar. Nam yo'qmish yana. Tak, ko'p kishida ko'rdim. Besabab men qo'ldan kakash отношениyada bo'lgan. Nimaga? Chunki entga kakashini eng birinchi bo'lib olgan, besabab olgan. Entaglar tak shunaqa hazil qildi. Men tarqab ketdi. Meni ham xonjo'shi aytgan ekan. Xonjo'mi o'sha? Nima edi? Men xonom egasi, men xonlarni shini qilyapti. Jelab, mana. Biz just tuhmatlar qilib tashlashdi. Men bu aytgan gaplarim bilan ko'nglim ya'ni Mitsuga qarshi chiqmoqchi emasman. Mitsu o'rnida o'zim bo'lganimda ham bunga ishongan bo'lar edim. Shunchaki ba'zilar qilgan tuhmat sababli qo'rlanishda davom etmaslik uchun barchasini tushuntirib berdim. Xo'p, mana haqimda har xil gaplarga taqalib ketgan 2010-yil yoki kichkina вообще даже rasmlarimni ham soxta chiqarib tashlashgan bor-ku. Meni ismim Timur, 2006-yilman, Buxorolikman, ID kartamni ham ko'rsatib bergandim. Ko'pchilik ishonmagandi, postdan joylagandim. Xo'p, bu oxirgi video va mana bu face. Xo'p, menimcha bu gaplarim hammasi ongli, ya'ni ongi ishlaydigan, ya'ni farosati bor odamlar uchun yetarli bo'ladi deb o'ylayman.